Assalomu alaykum. Oldingi mavzularimizda davlat, mazhab, siyosat, konstitutsion davlatchilik haqida mavzuladik. Shu mavzuni davom ettiramiz. Konstitutsion davlat degani yana bir bor eslatamiz. Ma'lum hududda yashovchi xalq o'zini xalq bo'lib yashaymiz, jamiyat bo'lib yashaymiz. Teng huquqli hayotda yashaymiz, shuni tashkil qilamiz deb o'zini ovozini bildirib, davlat tuzib yashashni bir ovozdan ma'qullab kelishib, o'zini davlatini e'lon qiladi. Masalan, O'zbekistonda ham shu holat 1991-yilda yuz bergan. O'zbekiston konstitutsion davlatini tuzganligi haqida dunyoga ovoz bergan. Endi konstitutsion davlatchilikni siyosati nimadan iborat? Konstitutsion davlat siyosati bitta holatda ifodalanadi. Davlat tuzgan xalq. Maqsadlari. Nima maqsadda davlat tuzdi xalq? Masalan, o'sha 91-yillarda 20 million xalq qanday holatda, nimani xohlab davlat tuzishni, konstitutsion davlat tuzishni ixtiyor qildi? Chunki biz yovvoyi hayotda yashamaymiz. Jamiyat bo'lib yashaymiz, xalq bo'lib yashaymiz. Davlat bo'lib yashaymiz, davlat tuzib yashaymiz. Deb maqsad yo'lga qo'yganlar. Bu davlatchilikning asosiy siyosatini mazmun mohiyati shu davlat tuzgan xalq o'ziga shu ma'lum hududda teng huquqli, teng imkoniyatli, manfaatli, o'ziga manfaatli hayot darajasini yaratish, hayot sharoitini yaratish maqsad. Shu davlat siyosati hisoblanadi. Konstitutsion davlat siyosati shulardan iborat. Endi konstitutsion davlatda butun dunyoda ham ko'p kuzatiladi. 99% oddiy xalqdan davlatchiligiga hech qanaqa ziyon kelmaydi. Bizda ham kam kuzatiladi. Asosiy ziyon o'zini ichidan saylagan, tayinlagan mansabdorlardan kelib chiqadi. Davlatchilik siyosatidan masalan konstitutsion davlatchilik tizimini tushunmaslik oqibatida mansabdorlarda bilim saviya yetarli bo'lmagani uchun ba'zi holatlarda xalqqa ziyonli holatlar ham ko'p kelib chiqadi. Masalan, har qanday mansabdor u prezident bo'ladimi, hokim bo'ladimi yoki mahalla fuqaro yig'ini bo'ladimi, boshqa davlat tuzilmalarida ishlaydigan shaxs bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar mansabda faoliyat yurgizishni boshlashdan oldin konstitutsiyaga rioya qilib xalq xizmatida, davlat xizmatida bo'laman deb ishni boshlaydi-da, vaqt o'tishi bilan bilim tajriba davlatchilikni yaxshi tushunmasligi yoki bo'lmasa saviyasi
xalq boshqaruviga yetarli bo'lmaganlik savollar, ko'p sabablar oqibatida yoki bo'lmasa o'zini hayotida shaxsiy manfaati ustun bo'lganlik holatlari bir ta'sirida bo'ladi. Shu holatlar asosida konstitutsion davlatchilik siyosatiga zid harakatlarni yuzaga keltirishni boshlaydi. Masalan, xalq hayotida mansabdor birinchi qiladigan vazifasi xalqni bugungi hayotiga javob berish kerak. Qolgan holatlar keyin hal qilinadi. Agar mansabdor shu bugungi xalqni hayotiga javob berolmasa, tashkil qilolmasa, uni boshqa holatlarga javob berishi, tashkil qilishi shubha ostida qoladi. Qanday holatlar? Masalan, xalqqa nima kerak asosan? Xalqni o'zini hayotini normal holatda kechirish uchun nima zarurat? Birinchi, yo'l. Shahar va qishloqdagi yo'llar asfaltlangan bo'lishi kerak, sharoitli bo'lishi kerak. Harakatlanish uchun qulay bo'lishi kerak. Bu bir. Ikkinchisi, svet ta'minoti. Svet ta'minoti uzluksiz bo'lishi kerak. Uchinchi, gaz ta'minoti uzluksiz bo'lishi kerak. Suv ta'minoti va boshqa kommunal xo'jalik ta'minotlari va hokazo va hokazo. Endi bu yerda tinchlik, tartibni saqlash, chegara, mudofaa, boshqa strukturaviy ishlar o'zi davlatchilik tuzilmasida mavjud holatlar harakatda bo'ladi. Bu holatlarda ishlab turishga albatta ularni jalb bo'lishi o'zi davlatchilik harakatida mavjud vazifa hisoblanadi. Endi mansabdorga ko'proq xalqning hayotida muammoli bir tashkil qilishi imkoniyatli bo'lib turib tashkil qila olmaslik holatlari shu 4 ta holat ko'rinadi. Birinchi, yo'l masalasi, qulay yo'l. Ikkinchisi, svet ta'minoti, gaz ta'minoti, toza ichimlik suv ta'minoti. Agar mana shu 4 ta holat 100% davlatda, 100% davlat hududida tashkil qilingan bo'lsa, muammosiz xalq o'zini ustida o'zi ishlab rivojlanish harakatida bo'ladi. Rivojlanish jarayonida bo'ladi. Endi masalan, davlat ichida qishloqlarda, shaharlarda yo'l tartibga solinmagan bo'lsa, masalan, shunday ko'chaga chiqsa loy bo'lsa, mana davlatchiligimizga 34 yil bo'ldimi? Xalq 34 yildan beri soliq to'lab keladi. Har bir shahar qishloqdagi xalq uzluksiz soliq to'lab keldi. 34 yilda davlat hududidagi qishloq shaharlardagi yo'l tartibga tushmasdan hozirgacha kelgan bo'lsa, endi mana o'ylang, nechta rahbar mansabdor o'tgan bo'lsa, konstitutsion davlat siyosatini asosiy ko'rinishi shu davlatni tuzgan xalqqa sharoitli, manfaatli hayotni tashkil qilish.
Bitta siyosat shu. Shu davlatni tuzgan xalqqa mansabdorlarni mas'ul vazifasi shu davlat hududida yashayotgan davlatni tuzgan xalqqa sharoitli, imkoniyatli insoniy hayotni tashkil qilish. Ularning birinchi ko'rinishi shu yo'l. Yo'l asfaltlangan bo'lishi kerak. Endi 34 yil asfalt bo'lmagan bo'lsa, 34 yil xalq soliq to'lagan, bir avlodi loy kechib o'tib ketdi. Ikkinchi avlodi, oldingi mavzularda ham takrorlab aytib o'tganman. 91-yil 20 yoshga kirgan bo'lsa, hozir 54-55 ga kirgan bo'ladi. U ham loy kechib o'tyapti. Endi 54 ga kirgan odamning farzandi 20-22 yoshdan turmush qilgan bo'lsa, necha yosh bo'ladi endi? 25-30 yosh bo'ladi. 30 yosh. Ikkinchi avlod loy kechyapti, uchinchi avlod o'g'li ham loy kechyapti, endi nabiralari. Ular ham loy kechib o'tyapti. Endi bular oddiy holat. Oddiy holat. Lekin eng muhim holat bu. Mansabdor shu holatni anglab yetmayaptimi? Mansabdor mansabda ishlashga haqqi yo'q. Chunki xalqni bugungi kuniga javob bera olmayapti. Kelajak haqida gapirishga haqqi ham yo'q uni. Chunki kelajakni bugungi kuni yarata olmayaptimi? Kelajak to'g'risida gapirishga mumkin emas. Unga qo'shimcha ravishda svet, gaz masalasi, ichimlik suv masalasi davlatda 34 yilda tartibga kelmagan bo'lsa, buni tartibga keltirish choralanmayotgan bo'lsa, mansabdor konstitutsion davlat siyosatiga javob bera olmayotgan bo'ladi. Bu konstitutsion davlat siyosati xalqni bugungi kuniga javob berish. Bugungi kuniga javob berish kerak. Buni ertaga bo'ladi, indinga bo'ladi, falon bo'ladi. 34 yil o'tdi. Bu qanday davom etish kerak? Demak, bu narsalar nimani ko'rsatadi? O'zbekistonda mansabdorlarda javobgarlik mas'uliyati yo'qligini bildiradi. Javobgarlik mas'uliyatini bildiradi. Javobgarlik yo'qligi mas'uliyatini bildiradi. Masalan, chet ellarda mana olaylik, davlatlarda urush bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Qurolli hujumlar boshqa natijasida elektr tizimlar, gaz tizimlar ishdan chiqyapti. Ishdan chiqyapti. Lekin ishdan chiqishiga bu juda ham xalq uchun ziyonli holat deb mana ijtimoiy tarmoqlarda, boshqada chiqish qilinyapti, sirraza chiqilyapti. O'sha avariya bo'lgan joylarni ko'rsatib, ziyon ko'rgan joylarni ko'rsatib, yaqin 2-3 kun, 1 hafta, 10 kun davomida imkoniyat darajasida texnik holatda yaxshilash, ishga tushirish holati choralanib, shu haqda o'sha urush holatida turgan davlat mansabdorlari hisob beryapti xalqiga. Hisob beryapti. Mana qayta tiklandi. Xalq svet, gaz bilan ta'minlash qayta tiklandi. Qarang. Bu mana shu mas'uliyat mana. Bizda nima bo'lyapti mana? Yaqin 10 yilni buyog'ini olsak,
Buni masalan hammamiz yashab ko'rib turibmiz. Bugungi kunga javob berish yo'q. Mas'uliyat yo'q. Hech qaysi rahbarda mas'uliyat yo'q. Mana hozir mana qishni oxirgi fevral oyini yarimlatyapmiz. Fevral oyini mana 2026 yil fevral oyini yarimladik hisobda deyarli shaharlarda, qishloqlarda gaz, svet ta'minoti muammo. Qishloqlarda, shaharlarda o'zida ham yo'l muammo, loy, balchiq. Mas'ul shaxslar, mas'ul mansabdorlar umuman harakatsiz, hech qanday harakatsiz. Svet o'chadi. Na matbuotda, na bir boshqa ijtimoiy tarmoqlarda endi shaxsiy nimalarda ba'zida chiqib qolyapti, ba'zida yo'q. Bu nima degani? Qishda svet, gaz yo'qligi nimani bildiradi? Nima bu degani? Bir mansabdor tushunib yetishi kerak nima degani. O'zing sharoitli joyda, sharoitli holatda bola chaqang bilan oilangizni vaqtingizni olib yaxshi hayotingni davom ettiryapsan. Xalq qanday holatda? Qanday holatda? Svet, gaz bo'lmasa qishda. Olay desa ko'mir bo'lmasa, yetarli bo'lmasa. Bu holatda bir soat uchun o'zi javob berish o'zi bu qiyin narsa. Millionlab aholi. Mana ba'zida bolalar shifoxonasiga, boshqaga ishim tushib borib qolaman. Yaqinda ham bir kirib o'tdim. Bolalar shifoxonasida 5 yosh, 6 yoshgacha bola shamollagan bola sanog'i yo'q. Men bitta shifoxonani aytyapman. Endi respublika miqyosida oling. Hamma yerda bo'lyapti. Hamma yerda svet o'chib yonib, gaz umuman ta'minot oqsayapti. Endi o'ylang, respublika bo'yicha qanday bo'lyapti, holat bo'lyapti. Buni hech qanday statistika yurgizilmaydi. Xalqning salomatligi uydagi issiqlik, svet ta'minotiga bog'liq. Xalqning hayoti bu narsaga bog'liq. Endi izdan chiqdi. Nechta farzand, men farzandlarimizni aytyapman. O'zimiz yoshi kattalar to'g'risida gapirilgani yo'q hali. Oddiy holat. Bunga mas'ul javob beradigan yo'q. Agar rivojlangan davlatlarda shunday holat yuz bersa, mansabdor ketadi. Gap so'zsiz ketadi. O'zini yig'ishtirib ketadi birinchidan. Ikkinchidan xalqni o'zi ham tushunib yetgani uchun chiqib ketsin deydi. Eplanmadi deydi. Bizda masalan noyabr oyini 1-dekabrdan 1-martgacha oling. Mana shu oralikda 6 yoshgacha bolalar nechtasi kasal bo'ldi? Shamollash yuzasidan.
shamollash yuzasidan, shu issiq sovuq bo'lgani yuzasidan nechtasi kasal bo'ldi? Qanday holatda? Necha millioni kasal bo'ldi? Necha millioni son? Agar shu holatlar statistikasi ko'tarilsa, bilmadim qanday holat ko'rinadi. Men bitta bayisani ko'rganim ekan. Borib ko'rib, shifoxonada joy yetishmayapti. Shifoxona ko'p bo'lmasa, lekin joy yetishmayapti. Chunki qishda issiq sovuq bo'lgani uchun qaysidir mansabdorlarning aybi bilan, mas'ul mansabdorlarning mas'uliyatsizligi oqibatida shu holatlar yuz beryapti. Bu ochiq holat yuz beryapti. Xohlasang shu, xohlamasang xohlaganing. Svet o'chib yonishi, bu masalan hokimga, tuman hokimiga, viloyat hokimiga, mahalla raisiga bu oddiy holatli gap. O'zini jonini qutqarsa bo'ldi. Shu mahalladan, tumandan gap so'z chiqmasa bo'ldi. U ichida aholini kasal bo'lgani-yu, qancha umri sovuqda, mashaqqatda o'tayotgani-yu, uni hech qanday bir nimasi yo'q, ta'siri yo'q mansabdorga. Mansabdor degan holat xalqni shu holatiga tushib yashash kerak. Shu holatni sezish kerak. Shu holatni bilish kerak. Respublika miqyosida qancha aholi masalan svet o'chib qolsa qiylandi. Nechta kasal bo'ldi? Nima uchun kasal bo'ldi? Sovuq qanday ta'sir qildi? Qanday qiziqmaydi unga masalan? Qanday qiziqmaydi? Hamma yo'q. Nima deydi? Yo'q, hech qanday statistika yo'q. Buni hech qachon yoritilmaydi. Bu konstitutsiya davlatchilikka zid holatlar. Konstitutsion davlatchilikda tayinlangan mansabdor, mas'ul, ommaviy ta'sir qiladigan, masalan, elektr, gaz, inson omiliga aniq ommaviy ta'sir qiladigan narsa. Bitta mahallada yoki bitta shaharda shunday svet o'chdimi, ommaviy hammaga teng ta'sir qiladi. Bu jinoyat bu. Buni sezmaslik jinoyat. Shunday holat kelib chiqarishligini oldini olmaslik jinoyat. Biz bu holatda umuman mansabdorni mas'uliyati boshqasi yo'q. Borsang, ha endi borishda deydi, shu boshqa gap yo'q. O'zbekchilik borish shu. Oddiy holatga bo'lib qolgan. Oddiy holatga. Xuddi nima deydi? Mansabdor o'zini vakolatidagi vazifasini to'liq tushunib yetmaydi. Konstitutsion davlat siyosatiga zid holatda harakatda bo'layotganini o'zi sezmaydi. Konstitutsion davlat siyosati xalq uchun imkoniyatli, sharoitli hayot yaratish. Xuddi bir mansabdor siyosatiga, mansabdor haq-huquqini himoya qilishga, mansabdor siyosatini himoya qilishga harakatga o'xshab qoladi ba'zida bunday qarasang, mazmun mohiyatini tushunsang. Shu nima bo'lsa ham bo'lsin, shu gap so'z chiqmasa bo'ldi. Gap so'z chiqmasa bo'ldi. Shu tepaga, viloyatga, respublikaga
Xabar chiqmasa bo'ldi. Bu holat endi qachongacha davom etadi, uni hech kim bilmaydi. Harakat bugungi kunga qani xalqni umumiy bugungi kuniga, hozirgi shu soatga javob beradigan holatdagi mansabdorlar mavjud demasak, mavjud emas desak ham bo'laveradi. Bugungi mansabdorlar xalqimiz o'zi tarbiyalagan, yetishtirgan, o'zini ichidan saylagan, tayinlagan mansabdorlar xalqni bugungi kuniga javob berolmaydi. Berolmayapti. Vaholanki ko'p rivojlangan davlatlarni bilamiz. Bu holatda tosh asri deyiladi ularda. Tosh asri. Tosh asri. Svet yonib o'chgandan keyin u g'ordagi hayot bilan uydagi hayot nima farqi bor? Svet, gaz ta'minoti uzilgandan keyin nima farqi bor? Bu davlatlarda bu masalalar tak-tugi bilan hal qilingan. Bu narsalar kechirib bo'lmas hisoblanadi. Masalan, gaz ta'minoti, svet ta'minoti, toza suv ta'minoti, yo'l strukturalari, tizimlarini tartibli asfaltlangan bo'lishi, boshqa holatlari. Ularda hatto esidan ham chiqib ketgan. Chunki mukammal qilib bajarib qo'yilgan. Avloddan avlodga o'tib kelyapti. Aslida O'zbekiston bunaqa juda katta boshqarib bo'lmas darajada katta hududga yoki juda ham katta sonli xalqqa ega emas. Biz juda ham katta davlat emasmiz bunaqa. Poyoni yo'q. Aholining soni milliardlarga yetadigan holatda emasmiz biz. Shunday bo'lsa ham o'zimizni ichimizdan chiqqan mansabdorlar shu narsani 34 yildan beri, mana 35-yil, 34-35-yil hali oxiri ko'rinmaydi. Oxiri ko'rinmaydi. Chunki bizda mas'uliyat yo'q. İntizomli harakat yo'q. Men nima uchun mansabdorman? Nima uchun mansabda o'tiribman? Yo, mansabdor uchun bu holatlar qandaydir mayda holatga o'xshab ko'rinadi. Shunaqa deb tushunsa ham bo'ladi. Ko'zga ko'rinmas. Inson hayoti endi xalqni hayotida bir kun emas, bir soatini ommaviy sharoitsiz hayotda yashatishga majburlash bu jinoyat sanaladi. Jinoyat bu. Haqqi yo'q hech kimda bunday qilishga. Endi qanday tartibga solish mumkin degan savol turadi. Masalan, mansabdorlar qanday holatda xalqni bugungi kuniga javob beradigan tushunchaga ega bo'ladi? Qachon? Buning uchun yuqoridan pastgacha konstitutsion davlat siyosatini tushunib, shunga amal qilishga harakat qilish kerak. Shaxsga sig'inish, mansabda o'tirish uchun shu yuqoridagi shaxsning siyosatini ma'qullab, shu siyosat bo'yicha faqat shu siyosatga itoat qilib yashash
harakatda bo'lish, mansabdorni siyosatini ma'qullash, ko'kka ko'tarish, boshqa mayli, hammasi yaxshidir. Lekin konstitutsion davlat siyosati avvalo xalqqa imkoniyatli, sharoitli hayot yaratish. Nima uchun davlat tuzdi xalq? Sharoitli, imkoniyatli, teng huquqli hayotda yashaymi deb tuzgan. Shuni ta'minlamagandan keyin nima deyish kerak? Nima deyish kerak? Buni gap bilan tasvirlash ham qiyin holat. Konstitutsion davlat degani juda imkoniyatlar mavjud holat degani. Juda katta imkoniyatlar mavjud holat degani bu. Mansabdorlarda tushunchasi yetarli bo'lmaganligi sababli bu holatlar, ko'p holatlar, imkoniyatlar yuzaga chiqmay, achinarli holat saqlanib qolishiga sabab bo'lib qoladi. Juda ham ko'p sabab bo'lib qolyapti. Men bitta misol keltirdim. Masalan, ko'p jamoat joylariga chiqsangiz ham o'zi sezilib turadi. Masjidlarda yoki bo'lmasa bozorlarda yoki umumiy transportlarda yurganingizda, masalan, ommaviy xalq ko'p harakatlanadigan joylarda yursangiz, xalqni 25-30% yo'tal, og'ir nafas olish ko'rinib bilinib turadi. Men farzand bolalarni aytmayapman, yosh kattalarni aytyapman. Umumiy transport vositalariga chiqsangiz, masalan, bitta umumiy transport vositalari bittasida 30 ta, 20 ta passajir ketsa, ichida bir 15% yo'tal, og'ir nafas olish shunda ko'rinib turadi. Bu juda ham achinarli holat. Buni sezmaslik, bu holatlarda yuzaga kelishi qanday, nima uchun yuzaga kelyapti, nima bo'lyapti, buni bilmaslik mansabdorni juda layoqatsizligini belgisida. Boshqa nima deyish mumkin endi? Davlatda konstitutsion davlat siyosati hukmron davlatda bunday holatlar yuzaga kelmaydi. Konstitutsion davlat siyosati bilan mansabdor siyosatining farqi bor. Mansabdor siyosati o'zini manfaati yo'liga qarab ketib qoladi. Manfaati, o'zini manfaati, shaxsiy manfaati tomoniga qarab ketadi. Mansabda uzoq o'tirish, hammani bo'ysundirish va hokazo va hokazo. Konstitutsion davlat siyosatidan chetga chiqish deyiladi buni. Konstitutsion davlat siyosati bitta ko'rinishda xalq, mansabdor, xalq xizmatkori. Mansabdor, xalq xizmatkori bo'lgandan keyin xalq uchun sharoitli hayot yaratish. Sharoitli hayot yaratish degani, yana qaytaraman, yo'l, tartibli yo'l yuzaga keltirish, asfaltlangan yo'l bo'lishi kerak. Svet uzluksiz bo'lishi kerak. Gaz uzluksiz bo'lishi kerak.
toza ichimlik suv zerikli bo'lishi kerak. Bundan tashqari yana oziq-ovqat masalasi. Shu 4-5 holatlarni tartibga solib qo'yish kerak. Agar shu holatlarni tartibga sola olmasa, u rahbar albatta mansabdor mahalla raisidan tortib tuman hokimi, viloyat hokimi, vazirlik, eng yuqori vakolatli mansabdorlargacha o'zini vazifasini konstitutsion davlatda o'zini vazifasini bajarmaslikda hisoblanadi. Mana ko'p marta biz to'xtaldik, qayta takrorlayapmiz. Davlatchilikni, konstitutsion davlatchilikni tushunmaslik, xalqni mavqei, mansabdorni mavqei nima bilmaslik. Xalqni mavqei konstitutsion davlatda konstitutsion davlat egasi hisoblanadi. Mansabdor shu xalq saylagani uchun, tayinlagani uchun, hazzasidan unga ish haqi bergani uchun, ishlash uchun sharoitlar yaratgani uchun shu xalqning xizmatkori hisoblanadi. Men xalqning xizmatkoriman. Xalqni bugungi kuniga javob berishim kerak. Bugungi kuniga javob bera olmayapmanmi? Shu oddiy yo'lni tartibga sola olmayapman. Elektr ta'minoti, suv ta'minoti, gaz ta'minotini tartibli yo'lga sola olmayapmanmi? Men o'zimni yig'ishtirib ishdan ketishim kerak deyish kerak. Oriyatli mansabdor shunday deyish kerak. Qachongacha endi xalq bola chaqasi kasalmand bo'lib, больницаlar to'lib yotsa, ko'chaga chiqsang, ommaviy xalq yurgan joylarda 20%, 30% inson yo'tal ko'rinib turadi. Rang zahmaron, nima deydi? Insoniy rang sovuqda juda ham buning bo'lib ketadi. Masalan, uyda imkoniyatli, sharoitli svet, gaz yo'q bo'lmasa, gaz, svet bo'lmasa uyda insonni rangiga ham urib ketadi. Mansabdor buni his qilish kerak. Agar bu holatlarni his qilmasa, seni davlat tepasida bayroq tagida o'tirishingdan nima manfaat xalqqa? Kimga nima? Tuman, viloyat hokimi bo'lishingdan nima manfaat? Nima? Xalq sen uchun o'zidan kechib, soliqdan kechib qachongacha yurish kerak? Biz o'zbek oriyatli xalq bunday holatlarda hech qachon norozilik bildirib, bu qilib bildirmaydi. Oriyatli xalq. Oriyatli xalqmiz. Ongli xalqmiz. Kutadi. Xalq faqat kutadi. Endi buni hasbi ushlash, buni endi men falon qilyapman, po'kin qilyapman deb shunda davom ettirish endi chegara bo'lishi kerak. Insonda insof bo'lishi kerak. Insof bo'lishi kerak mansabdorda. Mansabdor mansab uchun ishlamaslik kerak, xalq uchun ishlash kerak. Men mana bu yerda bugungi suhbatni yakunlaymiz. Hali bu sohada ko'p gaplashamiz, ko'p mavzulaymiz bu sohani. Chunki xalq davlat egasi ekanligini bilish kerak. Har bir xalq, har bir fuqaro konstitutsion davlat egasi. Shu hududda teng huquqli, teng sharoitli, teng imkoniyatli hayot yashashga huquqli hamma. Hamma huquqli.
Shu holatlarda mansabdorlar ham, xalqimiz o'zi ham tartibli holatda, qanday holatda nima bo'lishini, davlat nima, davlatchilik nima, xalq nima, mansab nima, konstitutsiya nima, konstitutsiya haq-huquq nima, oddiy holatlarda, oddiy ko'rinishlarda tushunchaga ega bo'lish kerak. Shu yerda bugungi suhbatimizga yakun yasayman. Salomat bo'linglar.